Salom do'stlar, bugun sizlar bilan yangi Minecraft haqida videolar olamiz. Videoni ko'rishdan oldin birinchi bo'lib obuna va like tugmasini bosish esingizdan chiqmasin. Men hozir do'stim bilan ko'risha olay. Men hozir jonsidaman. Qani mening do'stim? Men charjimani kattalashtiryapman. Qani hammasi to'g'ri. Endi hammasi to'g'ri bo'ldi. Hozir jonsizga kira olaylik. Biz bugun jonsizda uylar quramiz. Yo. Wow, lekin juda ham chiroyli joy ekan. O'zimizga birinchi bo'lib ovqat topaylik. Jittillarning go'shtini ham yeb bo'lmaydi. Qani san? Kompot. Topish kerak. Ya, artefakt. Kallangni aylanay, artefakt. Taramos. Artefakt birinchi bo'lib daraxt topish kerak. To'xta. Men daraxtni olib keldim. Ke chopamiz. Men ketdim o'rmon tarafga qarab. O'rmon tarafga juda. Men o'sha yerda uy qurib kelaman. Cho'chqacha sendan hozir lahm go'sht qilgim kelyapti. Birinchi bo'lib verstaga solaylik. Birga uy quramiz. Davay. Bularni hozir bu yerga qo'yib qo'ysak. Mana bo'ldi. Bo'ldi, endi men ishlarni boshlasam bo'ladi. Ularni qilamiz. Kerak. Verstak tayyor bo'ldi. Mazali verstak. Ketmon kerak bo'ladimi? Kerak bo'lmaydi. Albatta. Birinchi bo'lib divorlar topish kerak. Biratim to'xtang, sizdan lahm go'sht qilsa bo'ladi. Men eshiklar olib qo'ydim o'zimni. Uylar quryapmizdan keyin eshiklar qo'yib chiqaman. Senga. Bo'yak alamni olay. Go'sht qayerdan topding? Bilmasam, chiqib qoldi olimdan. Mana bilasanki, olimdan nima chiqsa o'ldiraveraman. Yo, yana bitta narsa chiqdi. Bekil. Sen menga chip o'qasan. Chicken verstak topdim. Endi men o'zimizga kichkinagina bo'lsa ham uy qurib olaman. U menga tayyor uy turibtiradim, deyman. Ikkita 3 tadan qilaman, chunki bizlarda blokimiz kam. Buncha narsa blokimiz yetmaydi. Sen menga ovqat olib kelsan bo'ldi. Menga bloklar bor. Ama ovqat topgam yo'q. Topsa menga olib kel, men qornim juda ham och. Bitta topdim faqat, olasan. Olib kel bu yerga. Tezroq bo'lsa yaxshiroq. Hozir rozi bo'lasan. Bu ham cho'chqan go'shti. Cho'chqan go'shti harom-ku. Yeysan-da. Boshqa go'sht yo'q ekanmi? Men qayerdan bilay? Kelinglar. Tegishma. Bu yerdan versak juda ham kerak bo'lib qolar ekan-da. Shunisi bor ekan, bitta cho'pchak olib. Bitta ham bor ekan. Mana ye. Qishloqlar juda ko'p. Yurda nima qilsa bo'ladi o'zi. Bilmaydi. O'zimizga zo'r uy quraman. Bilmaysan, aytib qo'ysam. Tijab ishlatishim kerak bloklarni. Ye. Ana. Salita tezroq ovqat olib kelmasak juda ham qornim och. Bitta cho'chqa go'shti boryapman. Olib kelaver. Yo'q, sen to'xta, hozir boraman. Eng yomoni siklik chiqib qolmasin. Sabzi bo'lsa ham yurasan. Farqi yo'q, qorni och.
Nima bo'lsa ham yeyman. Yeysan deyil, Qorin degan narsa juda ham och. Ovqat hozir bir bo'lsa istaga bo'ldi. boraman. Bir stak shashlik olib-ke. Bir stak shashlikda suv qilibsanmi? Shu yerdan yana qisaqroq o'tishdi. Motor drop qildim. Bu bloklar juda ham kelib qoladi, to'g'rimi? Uyim qura turdim, sana o'qib qo'ydiladi. Kallamga qomga. Ittaraman yo'ldan chiqqanni. Baxti, sen masamni tiyobsan, ha? Birinchi bo'lib uyni maydonini qila olamiz. Nima sanga? Yine chiqolmaysan. Chiqolmaysan. Chiqib Yo'q. Qaqqasan. Katta xo'laylik bor. Qaq uy quribsansan, yana ekansan. Mani ham qo'lim och. Yomon mazza qilib yuribdi bechora. Bu nima? Rahmat, opki, baxti. Baxti nima? Masha tutuyorum kurmadın. Masaya. Düştüm. Şu geldi. Hemen yani tiyecekmişler şimdi yüreği de. Bu yüzden dalını ara. İnema birden bitti. İkide. Aa. Kurva hayratlar. Aa sabzi yine. Ozraq değil. Bir iştagina qoldi joncham. Ya ovqatcham. Jonim ham. Bulla mana. 6 ta jonim bu. Mana. 52 ta sanga. 52 ta mazza qildi. Shuni sen yana olib beraman. Ovqat uchun rahmat, Kambod. O'zing o'tyapti. Artda paket. Keyin toqqa chiqamiz. Meni esiz qishloqi do'stim yonimga emasligi yomon. Hazillashdim. Sen bilan ham zo'r uylar quraman. Qishloqi jo'ralar bilan yurgan birda Nas bosib. Yahudilar keldi. Bitgandir. Anini berdim. Uyimiz sal bo'lsa ham xunuk. Yahudilar keldi. Shunday qilib blok qila olaylikchi. Nafasimiz yuzak sotolib. Bu uylarni qurishim juda ham oson emas, shuni bilasanmi? Kaleni olim bilib bo'lganman. Tushundingmi? Vah! O'lmayor. Vah, artefakt. Nimalar qilyapsan, ha? Unga ko'ra qo'ylarni o'ldir, kravat qilishimiz kerak, ikkitagina bo'lsa ham. Kamiga ikkitagina bo'lsa ham kravat qilaylik. Ha, mazza 6 ta topib kelishim kerak. 6 ta olib kelishim qiyin. Men o'zim bo'lsam xullas ko'proq olib kelishim. Sen. Mamma. Shundaymi? Menga gapirma.
Mana u ham bitdimi? Tomini yopish kerak. Bechara o'ydi. Ya, kim qilibdi? Madina. Mana bugun biz yana uylar ham qurib oldik do'stlar. Bugungi videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing. Bosmaganlar esa bosib qo'yishni unutmasin.